jamoatchilik nazorati degan qonun bor ekan. Har bir odam borib jamoatchilik nazorati sifatida borib o'rganib, shuni jamoatchilik tarqatish huquqi bor. Maqsad nima? Aholini norozi qilmaslik. O'zi tizimi bor. Endi albatta bloger o'z-o'zidan emas, haq evaziga xizmat qiladi. Yo'q, chunki u yerda uning tirikchiligi bor. Siz oddiy fuqaro sifatida ham shartnoma bilan yollash huquqim bor. Shuning uchun odamlar borib advokatga emas, blogerga boryapti kerak bo'lsa. Iltimos siz yoritib chiqing deyapti. Uzatyapsiz, oddiy. Ammo axborot jurnalistik faoliyat 14 ta qonun uchun kerak. Organga borsam yecha olmayapti, MIBga borsam yecha olmayapti, aytaylik. Oddiysiga misol, mana aliment masalasi eng dolzarblardan biri. Demak, shu ta'sirga ega bo'lgan kuchda albatta uni himoyasi ham bo'lish kerak, uni majburiyati ham bo'lish kerak. Blogerlarni aksariyatini nima deydi, haligi keyslarni kuzatadigan bo'lsak, albatta buni markazida, buni motivlarida pul turibdi. Ya'ni kimdandir pul olish. Albatta kim to'laydi? Muammoni yoritishni xohlagan inson to'laydi. Ana shu inson bilan munosabatga kirishadi. Demak, shartnoma qiladi. Havodan keladigan prosta daromad degan tushuncha yo'q, oddiy daromad. Qonun bilan istisno qilish holati yo'q. Qonun buni taqiqlay olmaydi. Chunki unda hammani taqiqlash kerak. Kimda kim borib, mana bu davlat siri bor. Yoki anaqa ma'lumot bor, shuni olib chiqib ber menga, pulini beraman, bloger niqobni olib chiqasan desa, bu tabiiyki jinoyat til biriktirib, Biror joyda odam bo'lmasang, sen hech kim emassan deydi. Men ma'lumot berishga majbur emasman deydi. Ana matbuot kotibiga bor deydi. Matbuot kotibilarni ko'ryapmiz, qanaqa qilib so'korayotganligini. Tortishuv qayerda paydo bo'lyapti? Tortishuv eshikda paydo bo'lyapti. Kimdir kirmoqchi bo'ladi. Xohlaganda kirmoqchi bo'ladi, o'zi xohlaganda. Kirgizmoqchi bo'lgan, u xohlaganda kirgizmoqchi emas. demokratiya deb erkak bilan turmush qursa bo'ladi, odam o'zini erkagi ayol emas, bir uchinchi jins desa bo'ladi degan ahmoqona qonunlar. Menimcha ahmoqona bor. Pora olgan profilaktika inspektori 2 yil uy qamog'i oladi-yu, pora olgan bloger 3 yil 7 yil 7 yil oladi.